Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun ikkinchi videoni olyapman. Malayziyaga kelganimga 20 kundan oshdi. Savollar juda ham ko'paydi oxirgi payt. O'sha sport bilan shug'ullanib boshladingiz yoki umumiy savollar. Alloh taolo bizga bergan ne'mat bu sog'ligimiz. Buni qadriga yetishimiz kerak. Sport bilan shug'ullanish sog'likni o'zini o'rnida ushlab turish uchun eng to'g'ri yo'l. Siz qanchalik sport bilan shug'ullanganingiz yoki sog'ligingizni qay darajada ekanligi sizni tanangizdan bilinib turadi. Turnik, brus, qo'l va oyoqlarni mushaklarini cho'zish uchun xizmat qiladigan sport turlarida workoutchilar, tryuklar qila oladigan sportchilar. Asosan mana shu sport turlarida estetik tana qurish maqsad qilib olinadi. Birinchi o'rinda albatta sog'liq, lekin estetik tana shu sport turlarida ko'proq ko'zga ko'rinadi. Aniq, tiniq ajralib turishi. Bodybuilderlarda misol uchun ular ko'proq muskullarning yirikligiga e'tibor berishadi. Massali, yirik massali mushaklar hosil qilishga harakat qilishadi. Sport bilan shug'ullanishda vazn olasiz yoki vazn yo'qotasiz. O'shanda sizda yoki estetik tana hosil bo'ladi, yoki yog' massasi, ya'ni fat ingliz tilida hosil bo'ladi. Olaylik bitta 80 kilolik yoki 90 kilolik yigit, unda ortiqcha yog' bor. Unga proporsional sifatida yana 90 kilolik bodybuilderni olishimiz mumkin. Unda maqsadi mushak massasini oshirib borish. Oqsil, uglevodni qisqartirsa, muskulga yetib boradigan kaloriyalarni tanqisligi hisobiga ozishni boshlaydi. Ya'ni yog'ni yo'qotish uchun u erishish kerak. Erishish uchun biza ko'proq energiya yo'qotishimiz kerak. Energiya yo'qotish uchun esa albatta sport bilan shug'ullanish kerak, dieta qilish kerak. Dieta правильный питание, ya'ni to'g'ri ovqatlanish. Kaloriyani hisoblab, ozish kerak bo'lsa kamaytiramiz, vес olish kerak bo'lsa bir kunda iste'mol qilinishi kerak bo'lgan normadan yuqoriga oshirish. Muskul massasi oshish uchun o'sha trenirovka bilan ovqatlanishni to'g'ri bir xil olib borish kerak. Bizda asosan ortiqcha ovqatlanamiz va uni kaloriyasini yoqishga e'tibor bermaymiz. Yotishdan oldin ham 2000-3000 kaloriyali ovqatni urib yeb olamizda, keyin uni hazm qilish haqida umuman o'ylab ko'rmaganmiz. Energiyani tanaga yoyish kerak. Biz shunchaki yeymiz, yegan ovqatimizdagi o'sha bizga kerakli bo'lgan eng oqsil, uglevod, yog'lar hammasini olmaymizda, prosta oshqozon qiynalib hazm qilgani qoladi, xolos. O'zingiz uchun kerakli miqdorni belgilab olsangiz, qulayroq bo'ladi. Sport ozuqalari, protein, gainer, kreatin, har xil sportivniy ozuqalardan foydalansa bo'ladimi? Qanday foydalanish kerak? O'zim oxirgi 1-2 yildan beri shu imkoniyatimga qarab sportivniy pitaniya sotib olaman. Menda shu muskul massasi yig'ilishi kerak ko'proq, yog' o'zi yo'q. Kreatin silovoy, ya'ni kuchli, protein muskul massasini oshirish uchun, yirtilgan mishsani joyini to'ldirish uchun bizga kilokaloriya, energiya miqdori kerak bo'ladi. O'sha energiya miqdori oziq-ovqatdan olinadigan o'sha oqsil va uglevodlar bo'ladi. Oqsil va uglevodni kukun shakliga keltirilgani bu protein. Protein bizga oziq-ovqat o'rnini birga bir bosib beradi. Hech qanaqa ximikat yoki steroid emas bu. Gainer bilan kreatin. Kreatin sababi silovoy oshirib beradi. Qancha kuchimiz ko'p bo'lsa, shuncha og'ir ves bilan ishlay olamiz. Og'ir ves bilan ishlash nima uchun kerak? Muskullarni tir qilish, yiritish uchun. Tez va oson muskul massasini quraman, chiroyli bo'laman deb steroidlarga ishonib, uni o'zida proba qilib ko'rish kerak emas. Sababi uni umri qisqa. Birinchidan steroid olgan odam silovoy yaxshi bo'lmaydi. Buni qayerda bilganman? O'zim arm wrestling bilan ancha yildan beri shug'ullanib kelaman. Для интерес, qiziqish uchun prosta arm wrestling tushib ko'raylik deganimda, tushganimizda pull ups, push ups, ya'ni turnik, brus, anjimaniya ko'p bo'lgani uchun men bu mushaklarning tarangligi yaxshi. Shuning uchun Bayes, UFC fightermi farqi yo'q. Hammasida bodybuilderlarga nisbatan kuchliroq mushaklar bo'ladi. O'sha ob'yomga emas, ko'proq silovoyga e'tibor berishadi. Bodybuilderlarda suxoy massa bo'ladi ko'proq, suvsiz. Umumiy qilib aytganda, sportivniy pitaniyalar faqat steroidlarsiz
insonni sog'ligi uchun foydali, ulardan foydalanish bemalol. Boshida qanaqa foydalanishni bilmaganim uchun umuman rezultat bo'lmagan. Vaqtida trenirovkani tartibiga qaramasdan ketma-ketligi noto'g'ri bo'lgan. Ovqat o'rnida men uni ichib yuraverganman. Uni to'g'ri foydalanishni bilish kerak odam. O'zimda ham bo'lgan. Keyinchalik o'sha zalga chiqqanimdan keyin birinchi marta 2021-yilda, undan oldin o'zim o'sha uyda sport bilan shug'ullanib yurgan bo'lsam, bu haqida ham agar video qilaman, sizlarga qiziq bo'lsa, uyda qanaqa qilib sportga kirib kelganim haqida. Zaldagi trenerlik qilib yurgan bratlar bor edi, ya'ni jim brolar. Ular o'sha sportivniy pitaniya haqida so'raganimda rezultat qilishim juda ham sekin deb aytganman-da. Hamma qatori bo'ladi u degan. Ya'ni agar xato qilmasang, o'zing tushunib yetmaysan, nimani qanaqa qilib iste'mol qilish kerakligi yoki vaqti. Hamma narsaning orqasida birinchi o'rinda tajriba turishini aytgan edi o'sha jim brolar. Shundan keyin zalga kirishdan oldin, yarim soat oldin o'sha kreatinni silovoy bo'lish uchun va proteinni zaldan chiqqandan keyin 1 soat oralig'ida ichgan ma'qul deb bildim. Chunki menda split programma, ko'pchilik buni biladi. Programma haqida ham men alohida video qilaman. Bir kun biceps, triceps, qo'l mushaklari bo'ladigan bo'lsa, bir kun glute, chest, trapeziya, yelka, oyoq alohida bo'ladi. Sababi oyoq eng katta muskul va eng ko'p silovoy beradigan oyoq. Oyoqdan e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan missa hisoblanadi, muskul. Yo'nalish beradigan odam bo'lish kerak har doim. Tajriba bo'lmasa, xato qilib yoki kimdir o'rgatmasa yoki o'zingizlar xato qilib boshidan o'tkazmasanglar, shunchaki vaqt yo'qotganinglar qoladi. Men bilaman, o'zim tanamni 100% his qilaman desanglar, bemalol xohlagan programmalarda, xohlagan proteinlarni xohlaganinglarcha ichib yurishinglar mumkin. Qo'shimcha qilib ketmoqchiman, zalga borganda birinchi borgan odam qanaqa trenirovka qilishi kerak? Hech qachon og'ir ves bilan ishlashni maslahat bermayman birinchi borgan odamlaringiz. Sababi og'ir ves muskul qurish uchun og'ir ves kerak emas. Yengil ves bilan ham chiroyli, estetik tana qursa bo'ladi. Bodybuilderlar ham o'ziga kerakli bo'lgan vesni ko'tarishadi. Muskul yirtilish uchun yetarli bo'lgan ves bo'lsa bo'ldi. O'rtacha vesni olasiz. Birinchi boshlaganda sizlar professional sportsmenmisizlar, buni o'sha sport bilan shug'ullanib yurganlar ham biladi. Atkazgacha degan qoida bor. Biror bir exercise boshladingizmi, muskul o'sha og'rib, ko'tara olmay qolguningizgacha oxirgi atkazgacha qilishingiz kerak. Shunda natija bo'ladi. Menimcha yetarli bo'ldi. Bitta videoga juda ham ko'p ma'lumotni jamlashni iloji yo'q. Hozir o'zi cho'zilib ketdi, bilaman. Bugunga yetadi menimcha. Foydali bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab kommentariya yozinglar. Ortiqchasi ortiqcha, hamma narsaning me'yori yaxshi. Xuddi shunday sport bilan shug'ullanishda ham me'yori, qonun qoidalari bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.